Bugun biza Urganch-Otqol davlat milliy tabiat bog'i xodimlari va tabiatni qo'riqlash inspektorlari hamkorligida yovvoyi hayvonlarni sanoqdan o'tkazish tadbirlarini amalga oshirdik. Bugungi manzilimiz o'sha Oqbuloq Dovonsoy yo'nalishidagi Abdakisoy va Kashmansoy hududlarida yovvoyi hayvonlarni navbatdagi shu bahorgi sanoq ishlarini amalga oshirdik. Hududga bo'lingan holatda doimiy ravishda bahorda, kuzda yovvoyi hayvonlarni sanoqdan o'tkazish tadbirlari amalga oshiriladi. Bugun nisbatan kun kechroq bo'lgani uchun mana shu soya boshlanish qismida qolib turib, ertangi kun uchun vaqtliroqdan turib yana yo'nalishlarimizni davom ettirish uchun harakat qildik. Bugun kun bo'yi yurganimizda asosan Sibir tog' echkilarini, yovvoyi cho'chqalarni, shunday oq tirnoqli Tianshan qo'ng'ir oyog'i, qushlardan kakliklar, kafttarlar hamda yirtqich qushlardan oq boshli qumoy, tasqara kabi qushlarni ko'rdik. Shuningdek, ovchi qushlardan burgut kabi qushlarni, shuningdek ilonxo'r burgutlarni guvohi bo'ldik. Soyni pastki qismlarida esa bolta yutar qushini ham ko'rib guvohi bo'ldik. Soy boshlanish qismlarida asosan kam xastak, yovvoyi olchi kabi daraxtlarning gullashiga guvohi bo'lgan bo'lsak, o'simliklardan Kaufman lolalari hamda Tianshan lolalarini gullaganini guvohi bo'lib turibmiz. Shuningdek, yana qizil kitobga kiritilgan yovvoyi sarlagul kabi gullarimizni hozirgi kunda g'uncha holatida bo'lib turganini guvohi bo'lib turibmiz. Shuningdek, tabiat uchraydigan, ko'p uchraydigan ravoch kabi o'simliklar endi nish urayotganini hamda sekin barg chiqarayotganini guvohi bo'lyapmiz. Tabiatda uyg'onish ishlari davom etyapti. Qor yuqori qismlaridan tog'lardagi qorlar endi erishni boshlagan. Ba'zi bir pastki qismlarga qaraganda o'rtadagi farq 10-15 gradusdan hatto tashkil etib boryapti. Havoda nisbiy namlik miqdori qariyb 50-60%. Ba'zi bir yuqori qismlarda tushki vaqtdan so'ng bulutlar paydo bo'lib qolib, havodagi nisbiy namlik miqdori hatto 70% ga ham kelib turadigan holat bo'lyapti. Kechagi kun o'tkazilgan monitoring chog'larida hatto tabiatda ozgina yuqori qismlarida yomg'ir yoqqanini guvohi bo'ldik. Soylar, suvlar nisbatan o'tgan yilga qaraganda yaxshi ko'paygan. Mana shu yomg'irlar yog'ib turganligi sababli soy suvlari nisbatan rangi tiniq emas.